Abduveli Tursun men bilan Muxtar doktor to'g'riliq bir film ishlatdi. Degan gaplari bek to'g'ri, bek o'rinliq, lekin ozroq bir xatoliklar bor. Isbotlar bilan bularni men to'g'rilatmasam bo'lmaydi. Tunugungi filmimda endi bu to'g'riliq ishlamayman degandim. Muxtar doktor Abduvelining gaplarini anglab bo'lib, uning gaplarini ilik olmay, yana haqoratlik bir film ishlatdi. Abduveli Tursunning ko'ngil bo'lganiga rahmat. Tunugun men ifodamni bildirib qo'ygan. Birinchi xatolik. Amaliyot buron Anvar Mushu Muxtar kamni yo'ldosh Nuraxinda 500 ming pul olgan deb video ishlagan. Uni Anvar hozirmi e'tirof qiladi. Men to'g'ridan Muxtar doktorning ismini atab turib 500 ming pul oldi degan gapni deb baxmadim. 8-oyning 19-kuni yo'llagan filmimni ko'rib yaqinlar. Leondan Nurmamad 500 ming pul xajlab bir qism mushu soxtabazlikka qarshi turuvchilarni setib olish orqali ularning nayna shundaqla Leondanning ko'p turmi tashviqot to'g'riliq so'zlashini cheklab qo'ydi degan gapni anglab baqdingizmi? Pulni deb o'yin o'ynab soxtabazlikka qarshi turuvchi degan nomni elayotganlar bu filmni to'liq ko'ringlar. Meni bu filmda Muxtar doktorni deganligimni Abduveli Tursun bo'ladi. Chunki bu gaplarni men 1 yil burunla anglab bo'lgan. Muxtar doktor film ishlagan vaqtida meni bevosita 500 ming yuan pul oldi dedi. Uning ustiga haqoratli gaplarni qildi, laqam qo'ydi, nurg'ulgan masxaralarni qildi. Mening kimni deganligimni to'rdoshlaring hech qaysi bilmadi. Muxtar doktorning kimni deganligini barliq to'rdoshlar to'liq bilib bo'lgan. Bu ikkisi qat'iy bir-biriga o'xshaydigan ish emas. Ikkinchi xatolik. Men Anvarga natijiq nasihat qildim. Anvar ma'qul degan, lekin ma'qul debla 1-2 soatdan keyin o filmni chiqaribdi. Men Abduveli Tursunga 12-oyning 18-kuni Muxtar doktor menga bo'xtam chaplab ishlagan ikkinchi filmidan keyin Abduveliga telefon urib, Muxtar doktorga deb qo'ygan bunday yolg'on gaplarni qilmasin deb dedim. Lekin Muxtar doktor Abduvelining gapini anglab bo'lgandan keyin uning gaplariga e'ron qilmay, yana 3-filmni ishlab, menga yana tuhmat chaplab, menga yana haqorat qilgan. Men Abduveli Tursunning gapini anglagandan keyin chiroyli saqlab turgan. Kechda Muxtar doktor yana film yo'llagandan keyin shuning bilan chiroyli paranglashdan hech bir hojati yo'qligini bilib turib, uning 500 ming pul olganlik to'g'riliq anglagan gaplarimni to'g'ri deb chiqdim. Men Abduveli Tursunga Mehri, Alram shunaqla Adil Davoydan 50 ming pul olganlik to'g'riliq gumon qilganligimni degan gaplarim rost. Asosiy maqsadim mening qilgan ishlarimdan norozi bo'lmagan, ayni vaqtida sening bu ishlaringdan men norozi bo'lib to'g'ri so'zlamadim degan gapni dedim. Lekin men hargizmi bu ishlarni so'zlab Abduveli Tursunni to'g'ri tortib chiqaman degan gapni deb baxmadim. Mening mushu Abduveli Tursun shundaqla Muxtar doktorlarni ilgari tillab film ishlagan bolalarning meni maqtab turib, mening rost chiqayotganligimni degan filmlariga yurak berib tuyjan bosganligim rost. Ular meni tillab baxmagan, ular filmlarda Anvar Azod Alchinga qora chaplandi deb menga foydali gaplarni qilgan. Mening shu vaqtdagi hissiyotimda meni oqlagan filmlarga yurak berishim, shundaqla tavsiya qilishim bu normal ish. Mening o'zimga munosib bo'lgan filmlarga yurak berib tavsiya etishim bu o'zimning erkinligi. Men bilan munosibsiz bo'lgan odam tilgan filmlarga men yurak berib tavsiya bosmayman. Tunugun kechda men mushu Muxtar doktorning o'g'li bilan noiti sopoliq holatda, noiti yaxshi gaplar bilan paranglashgan. Hamda men bu to'g'riliq yana film ishlamayman deb uningga va'da bergan. Lekin Muxtar doktor bugun yana haqorat bilan yana tuhmat holatda menga filmlarni ishlabdi. Muxtar doktor mening savollarimga ilmiylik bilan javob bera olsangiz bering. Bo'lmasa xalqning nazaridan tushirgan gaplarni qilib, o'zingizning yuzini to'kib olmang. Saptavaning men bilan nima munosabati bor? Saptava to'g'riliq mushu yolg'onchilik haqida qo'lingizda yaxshi isbotlar bo'lsa, osh isbotlarni to'g'ri oshkorlang. Ya bo'lmasa osh isbotni ko'tarib, Saptavaning lobansi bilan ayrim yoshirincha ko'rsangiz bo'laveradi. Mening anda bu tema to'g'riliq yana so'zlab vaqtini isrof qilg'im yo'q. Qo'rdagi aldamchiliklarni, ko'p turli tashviqotlarni oshkorlash ishlarini men Muxtar doktorga o'tinib beray. Men bu sohadan chekinib chiqay. Necha vaqtdan beri to'rda bir qism odamlar menga bekaga tuhmatlarni chaplab, meni qardab, meni har xil gaplar bilan tillab baqdi. Bugundan boshlab men shularning ishlarini dialog qilib ishlashga boshladim. Mening bu qitimga ishlarim tugadi. Men yemaklikning to'g'ri emasligini isbotlab bo'ldim. Bundan keyin hech qanday bir odam oziqlik do'koniga berib, bu to'g'ri ekan deb setib olmaydi, hamda u yerda kasal ko'rsatmaydi. Hamda barliq iste'molchilarga agar mushundaq usulda aldanib qolsa, o'zini qanday qo'g'dash, qanday arz qilish haqida yaxshi bo'lgan filmlarni tortib o'gitib qo'ydim. Mening qilgan ishlarim yetarli bo'ldi. O'zimni bek charchab ketdim. Boshqalar davomli holda soxtabazlikka zarb bersa bo'ldi. Men o'zim biroz orom elib olay. Hozir nurg'ulg'an odamlarning mushu soxtabazlik qarta idisi yaxshi ichilib ketdi. Hozir bu ikki ziyoli buvimizning noiti yaxshi bo'lgan gaplaridan ariya qo'yib beray. To'yistimdan deb turdik. Hamkorlashning pulini. Ya ming japalarda tepib ancho'ldik-ku. Bu yanchig'ini sepib qo'yib, uyingga xotirangni tiqib qo'yib buni. Deyibni oldin nima bo'lsa. Oldilar nega vartadi? Oldilar biz muntazam doktorlarga ko'rmaymizmi? Undan keyin amal bo'lmasa, teplan oldiga basanglar bo'ldi qandarsan. Men teplanni andaq deganim emas. Meningcha bilimsizlik ancha qo'rqinchli emas deb qarayman. Eng qo'rqinchli ishninki qaysi degan vaqtida qandaqdir bir yaxshi bilimninki yomon saxtipaz odamlarning qo'liga
tushib ketishi eng qo'rqinchli deb qarayman. Bilim deganni yaxshi ishlatsa taraqqiyotni ilgari suradi. Yomon yerga ishlatsa eng qo'rqinchli bo'ladi. Hammanglarning tini salomat bo'lsin.